Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Aziz meni kuzatib borayotgan va mening videolarimni intizorlik bilan kutayotgan hurmatli ustalar, farmonlar ishlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Mehnat qilib charchamayapsizlarmi? Albatta videomni juda ham ko'p kutdilaring. Mana sizlarga ham kerakli bo'lgan videoni tayyorladim. Bu videoni ko'rsatishdan oldin shuni aytmoqchi edim. Kuzatishlarim shuni ko'rsatadi, yani tajribamdan demoqchi edim. Tajribamdan shuni ayta olaman. Elektroskuter, elektromobillar, elektromobillar hayotimizga shunchalik shiddat bilan kirib kelyaptiki, ba'zi vaqtda ularni qabul qilib olishimiz, o'rganishimizga ulgurmay qolyapmiz-da. Sababi tez rivojlanib ketdi. Mana o'tgan yil, undan oldingi yillar o'sha elektroskuter, elektromobillar unchalik rivojlanmagandi. Mana 1 yil, 2 yil ichida shunchalik tez kirib keldiki, uni sozlash, ta'mirlash juda ko'p savollar paydo bo'ldi. Miyalarning bir-biriga tushmasligi, motorga tushmasligi, tezlikni oshib ketishi, umuman bizni bunday olganda karaxt holatga keltirib qo'ydi. Keyin bizda salbiy fikrlar paydo bo'ldi-da. Bunga sabablar ham bor. Shunchalik tez kirib kelishi ham insonni shoshirib qo'yadi. Shuning uchun men ko'p video olmayotgandim, chunki o'rganishim kerak edi. Tavakkal video chiqarishni yoqtirmayman. O'rganib, sintez qilib, isbotlab, keyin video qilsam, albatta sizlarga ham yaxshi. Men siz yozishingiz mumkin. Masalan, apil-tapil video qilib chiqarib taylasam, bilasiz, xato chiqishi mumkin. Ichida xatoliklar bo'ladi. Kommentariy yozasiz, mana bu yerda bunday bo'ladi, mana bu yerda bunday bo'ladi. Mendan bilimli ustalarimiz juda ko'p. Buni biladi. Lekin video qilishga hech imkoniyati yo'q. Sharoit bo'lmaydi, yo xohlamaydi. Shuning uchun ham men yangi yetishib chiqayotgan ustalarimizga video tayyorlayman ko'proq. Va bunga qiziqadigan ko'pincha ruscha yo inglizcha videolarimiz bor bu to'g'risida. Lekin o'zbekcha videolarimiz kam. Ruschani biladiganlar o'rganadi, lekin inglizchani o'rganadigan yo tilni biladiganlar o'rganadi, lekin bu tilni bilmaydiganlar. Masalan, men ham ruschani ozroq tushunishim mumkin, lekin inglizchani tushunmayman. Shuning uchun ham qarayman, nima qilayotganini anglashim mumkin. Tushunishga harakat qilaman, lekin to'liq o'rgana olmayman. Shuning uchun ham o'sha narsalardan, videolardan olaman, tajribamdan olaman, o'zimni ustachilik qilish jarayonidan olib video tayyorlayman. Bu hozirgi videom sizlar uchun juda muhim va kerakli bo'lgan video hisoblanadi. Mening ko'proq asosiy ishlarim ustalar uchun bo'lyapti, to'g'risini. Endi o'rganmoqchi bo'lgan, bu sohaga qiziqayotganlar ham buni o'rgansa bo'ladi. Lekin qiziqib yurgan, uni bilib yurgan, elektr tokining ishlash prinsipini bilgan odam albatta bu narsani bemalol o'zlashtirib keta oladi. Tushunarli qilib, sxema ham. Buni ustalarimizning buni videolarimni ko'rgan ustalarimning o'zlari aytgan. Buni agar kallasi joyida bo'lgan odam darrov anglab oladi deb ko'p marta menga telefon qilib aytishgan. Endi bu nima deydi, videomni ko'rsatishdan oldin aytadigan gaplarim bor, albatta ustalarimizga. O'zingizning kasbingizga qizg'anmang. Mening nonim yarimta bo'ladi deb ham o'ylamang. Sababi rizq Allohdan. Shuning uchun ham o'zingizda borni o'rgating. Yashirmang. Hech qachon noningiz yarimta bo'lib qolmaydi. Shuni aytmoqchiman. Menga ko'p telefonlar bo'ldi.
salbiy fikrlar ham bildirildi. Shuning uchun ham bu narsani aytmoqchiman. Rizq Allohdan ekan, o'zimizda borini o'rgatishimiz kerak. O'zbekiston rivojlanishi kerak. Mening o'rgatayotgan narsalarim to'g'ri, kimlar uchundir oddiy, deyishi mumkin. Lekin kimlar uchundir bu motivatsiya bo'ladi. O'sha narsani qiziqib o'rganib ketish uchun motivatsiya ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham esingizdan chiqarmang. O'zingizda borini o'rgatishga harakat qiling, shogirdlarni ko'paytiring. Uring, lekin o'rgating o'sha narsani, bilimingizni, tajribangizni o'rgating. Salbiy fikrlar bildirilgani uchun men shu narsani aytyapman. Boshqacha fikrda yuradigan ustalarimiz ham bor. Shuning uchun ham bu narsani aytyapman. Endi mavzuga qaytadigan bo'lsam, elektromobillar shunchalik tez darajada kirib keldiki, biz buni hazm qilishimiz qiyin bo'ldi. O'zimizda ustaxonada ham ko'p janjallar bo'ladi. Sababi xuddi Xitoy chiqaryapti, uni buzuq chiqaryapti, biz aybdordek tuyuladi. Odamlar, ba'zi kishilarga shunday tuyuladi, siz aldagansiz. Masalan uchun biz aytamiz, balon yorilib qolsa, motoringiz, mashinani ta'mirlatdingiz, motorini ko'rsatdingiz, yo elektrичество tomonini ko'rsatdingizda baloningiz yorilib qoldi. Baloningiz yorilib qolsa, yo motoringiz sozlagan motoringiz aybdor bo'lmaydi, yoki bo'lmasam elektrичествосini ko'rib bergan usta aybdor bo'lmaydi-ku. Xuddi shunday holatlar juda ko'p bo'ldi, tushunmovchiliklar, bosh og'riq, boshqa xullas qalam ustalarning hayoti shunday. Lekin qiziq, bu shunisi bilan qiziq. Bu video ham xavfsizlik uchun chiqarilgan, ya'ni elektroskooter, elektromobillarning xavfsizligi. Ya'ni pоворотниклari, orqa tormoz faralari va orqaga yurganda yonadigan faralar to'g'risida bo'ladi. Birinchi video ham bu pоворотникlar va avarinkalar to'g'risida bo'lsa, keyingi videolarim orqa tormoz faralari va orqaga yurgan vaqtda yonadigan faralar to'g'risida bo'ladi. Sxemasi haqida gaplashamiz. Endi gapni ko'p aylantirmaylikda, videoni boshlaylik. Fikr mulohazalaringizni oxirida kommentariyada yozib qoldirasiz. Unday bo'lsa, boshladik. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar svetodiodlar, ya'ni 12 voltga ishlaydigan svetodiodlar va mana ko'rib turibsiz, o'ngga, chapga qilinadigan выключательlar va avarinkani hosil qilish uchun biz mana bunday 4 kontaktlarni tanladik. Chunki 4 kontaktlar bo'lishi kerak. Chunki o'ngga, chapga buriladigan birdaniga qo'shib qo'ysak, qo'shilib qolyapti mana bu. O'ngga, chapga zamakam berib, hammasi birdaniga yonadigan bo'lib qolyapti mana buni bosganimizda. Shuning uchun 4 kontaktli kerak bo'ladi. Keyin sababini keyin tushuntiraman. Nima uchun buni tanlaganimizda. To'g'ri, mana bu hozir ko'ryapsiz, birinchi va ikkinchi belgilar bor. Bunda birinchi, ikkinchi belgilar bu ko'pincha pechkalarga qo'yiladigan включатель hisoblanadi. Buni biz olganimiz sababi mana bunday o'ngga, chapga ko'rsatadigan, ya'ni bolalarning mashina o'yinchoq, mashina o'yinchoqlarida bo'ladigan kichkina mashinalardagi bo'ladigan включатель fiksatsiyasiz ekan. Ya'ni bu orqa tomonga bossangiz qaytib ketaveradi. Shuning uchun bundan foydalanmaymizda, bundan foydalanamiz. Bu o'ziga qaytib kelgani uchun undan foydalanib bo'lmaydi. Bilasiz, avarinkalar mana bunday holatda bo'lmaydi. Ya'ni bosganda bunday выключателga o'xshab bosib, yana iziga qaytariladigan holatda bo'lmaydi. Ular mana bunday ko'rinishda, ya'ni fiksatsiyali ko'rinishda bo'ladi. Bilasiz, fiksatsiyali avarinkani bosganimizda bosiladi va yana bosganimizda avarinka o'chadi. To'g'ri, bizga mana shu qulay avarinkalar uchun, lekin bizda mana bu
4 kontaktli bo'lmagani uchun, mana bunga o'sha 4 ta kontaktli bo'lmagani uchun biz mana bundan foydalanamiz. Siz aynan mana shuni iloji boricha o'zini topsangiz 4 ta kontaktli bo'lishi kerak. Hammasi alohida kontakt bo'lgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bizga kerak bo'ladigan narsalar bilyapsiz. Mana releylar. 3 ta releyni olib qo'yganim sababi mana bu 12 voltga ishlaydigan reley, mana bunisi 48 voltga ishlaydigan reley, mana bunisi esa 48-72 voltga ishlaydigan reley. Adashmasam mana bu 72 voltga ham ishlasa kerak menimcha. Releylarning turi ko'p, hammasidan foydalanganimizda svet o'chib yonadi, lekin ularning shovqini, ovoz chiqarishi bo'ladi. Masalan, biz manba olganmiz, mana Beg'am ukamiz tuzgan manba 12 voltlik manba, yana litiy ionligidan tuzilgan manba. Mana bu 12 voltga ishlagan vaqtda reley ovoz chiqaradi. 48 voltga ham ovoz chiqaradi, lekin 72 voltga chiqarganda ovoz chiqarish ehtimoli kam, shuning uchun faqat svet o'chib yonadi. Buni hammasini alohida ko'rib chiqamiz. Bu narsani bilib qo'yish juda muhim elektriklar uchun, ya'ni elektroskutlar uchun. Hozirgi vaqtda bilasiz, ko'plari svet kuyib qolayotganidan shikoyat qiladi. Menga juda ko'p keldi. Pavoratimning sveti kuyib qoldi deb ko'p murojaat qiladi. Pavoratimning sveti kuyib qolgan deyishadi. Keyin svetlarning lampochkalarini ko'rsam, mana bunday lampochkalardan tashkil topganini ko'ramiz. Bular tez kuyadi albatta. Sababi bu spiralli lampochkalar. Mana ko'ryapsiz, spiral bor ichida. Ichida spiral o'ralgan. O'sha bu qiziydi, yongan vaqtda qiziydi. Kuyishining asosiy sababi bu qizib ishlagani uchun spiral nima deydi, ichida tola bor. Yurayotgan vaqtda qandaydir chuqurga tushadi. Yongan holatda tushsa, albatta mana bu uziladi. Ichida spiral uziladi, kuyadi. Shuning uchun ham juda ham ko'p kuyib yurgani uchun menga ko'p shikoyat qilib tushdi. Mana shuni iloji yo'qmi? Yoki 60 volt, yo 48 volt, 72 voltda ishlaydiganlarni 12 voltda ishlatsa bo'ladimi deb ko'p menga so'rab keladi. Shuning uchun ko'pgina ustalarimizga bilgani yaxshi bu narsani. Men sizga o'sha jarayonni oddiy usulda ko'rsatib beraman. Bizga mana bu skoch ham kerak, chunki tasavvurimizni hosil qilishimiz uchun pavoratning mana bu tomonni orqa deb hisoblaydigan bo'lsak, mana bu oldida turgan deb hisoblaymiz. Albatta oldi, orqa pavoratliklar ishlashi kerak. Mana bu lampochkadan ko'ra svetodiodlar albatta chidamlilik darajasi yuqori hisoblanadi. Shuning uchun ham buni sizlarga qo'yishni lozim deb ko'rdim. Endi bo'lsam ishni boshlaymiz. Bizga albatta skoch kerak. Skoch mana bularda joyidan qimirlamasligini ta'minlab beradi. Bo'lmasam qimirlab bizni sxemamizda sizlarga ko'rinishini noqulay holatga keltirib qo'yadi. Endi bo'lsa boshlaymiz. Shu o'rinda yana bir aytib o'taman. Bu jarayonda ulashda albatta bizga elektr provodalar, elektr simlar kerak bo'ladi. Bu orqa tomondikini, endi oldi tomondiki, mana bu. Oldi tomondikini ushlatib qo'yamiz.
Bu jarayonda o'rganib olsangiz bemalol yengil avtomobillarnikini ham montaj qilsangiz bo'ladi. O'zingiz xohlagan turda, xohlagan usulda bezaysizmi, chiroyli qilib chiqarasizmi, bemalol qilasiz. Siz asosiy negizini bilib olishingiz kerak bo'ladi bu narsada. Albatta, mana sizning negizi o'zagini bilsangiz, ishlash prinsipini bilsangiz, hammasi bir-biriga bog'liq bo'lib ketaveradi. Shuni unutmaslik kerak. Porotiklarda bitta manba albatta umumiy ulangan bo'ladi. Misol uchun bizni mana bu relimiz uchun, mana bu relaylarimiz uchun plus minus umumiy hisoblanadi. Umumiy deganim hozir sizlarga ulanishni ko'rsataman. Misol uchun hozir minusni umumiy qilish uchun albatta qoradan ko'rsataman sizlarga. Mana buning minusini olamiz mana. Minusini olamiz mana. Va buning ham minusini olaymiz shunga. Sal yaqinroq qilsak bo'lmaydi ekan. Koni yaqinroq qilishga majburmiz. Chunki minusni umumiy ulashimiz kerak. Minusni umumiy ulaymiz. Yaxshilab e'tibor bering bu narsaga. Skochimiz katlarni yopishtirish holatini borda. Bittadan skochlaymiz. Endi chiroyli sxema qila olmasam ham har holda sizga tushunarli qilib beraman. Mana minus, mana buning minusi, mana buning minusi umumiy ulandi. Endi bu tomondagi minuslar ham umumiy ulanadi. Sababi bular ham shunga bog'liq hisoblanadi. Mana minus to'laymiz. Jarayonni diqqat bilan to'xtatib, videoni to'xtatib ko'rsangiz, narsani darrov tushunib olasiz. Bunga minusini olaymiz mana. Mana minus hisoblanadi. Olaymiz. Va buning ham minusini olaymiz mana. Minusi buni tepada mana. Teskari turgancha tepada. Shuni eslaringizdan chiqarmangizlar. Minus plus bor. Svetodiodlarda mana bu svetodiodlarda plus bilan minus teskari ulasangiz ham yonaveradi, chunki ichida spiralli cho'g'lanma lampa bo'lgani uchun ularda farqi yo'q, plus minus yo'q. Lekin svetodiodlarda обязательно bo'ladi. Ana endi mana oldiniki, mana bu orqa tomonniki shu minuslar ulab bo'lindi. Bu to'g'ridan to'g'ri mana akkumulyator manbamizga mana ko'rinib turibdi. Akkumulyator manbamizning mana ko'p minus hisoblanadi. Minusni ulab qo'yamiz mana. Endi pluschi, plus albatta через, ya'ni выключатор orqali keladi. Ya'ni shu manba orqali keladi. Endi olaymiz endi. O'zingiz ko'rdingiz mana minuslar umumiy ulanib turibdi, pluslar turibdi hali. Lekin bular alohida keladi.
Masalan, o'ng tomondagi alohida, chap tomondagi alohida. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Buni o'rgatishimdan maqsad bizda ko'p ustalarimiz mana shundan elektromorovay, elektroskuterlarda 8 voltdan 12 voltga aylantirishda muammoga uchrayapti. Shuning uchun ham bu narsani videoga chiqarishga nima deydi? Astoydil kirishganman. Endi qizil pilis hisoblanadi va uni alohida olaymiz. E'tibor bering. Mana bu tomondan ham provodani ochib qo'yganman. Izolyatsiyasidan ochib qo'yganman. O'sha bu tomonga ulanadi. Mana. Uladik. Va buning bu pilisni mana bunga ulaymiz mana. Oldi tomondasiga. O'ng tomonda ulayapmiz. O'ng oldi va o'ng orqa tomonda ulayapmiz mana. Mana. Bu tomonga ketdi. Buni ham sukashlab qo'yamiz albatta. Sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun. Istalgan texnikangizda avtomobil, velosipedmi, skutermi, murovaymi, gonkami farqi yo'q. Hammasini shu usulda avtomobillarimiz ham hatto shu usulda pоворотниклari ulanadi. Buni esdan chiqarmangizlar. Bu bejizga emas, bu universalni bo'lgani uchun men sizlarga o'rgatyapman. Ko'p qiynalyapti, ko'p kishilar bu narsada svit kuyib qolyapti deydi. Mana cho'g'lamalar qo'yilgani uchun svitimiz ulanib ketdi, yonib qoldi. Mana bu pilisning ikkinchi tomoni. Ya'ni chap tomondasini ulayapman. E'tibor bering. Mana bu minus. Ikkiga hammasi umumiy ulangan. Minus umumiy ulanib to'g'ridan-to'g'ri akkumulyatorga kelgan. Avtomobillarda minus doim shuni esingizdan chiqarmang. Avtomobillarda agar bilsangiz, buni biladiganlar bor. Endi biladiganlarga tushuntirib hojati yo'q. Avtomobillarda minus doim korpusga, avtomobilning kuzov korpuslariga massa qilingan bo'ladi. Shuning uchun ham kuzovdan olaveradi minusda. Elektroskuter, elektromorovaylarda unday emas. Ular alohida borishga majbur. Korpus orqali bormaydi. Boshqa joy bilan zamakam bo'lib, svetodiodni kuydirishi mumkin. Sabab u yerda har xil tok bor-da. Sababi har xil deganim u yerda 5 volt ham bor, 12 volt ham bor. 60, 70, 48 voltlar ham bor. Shuning uchun ham hammasi qo'shilib svetodiodni kuydirishi mumkin yoki birorta joyda zamakam qisqa tutashi hosil qilishi mumkin. Shuning uchun ham alohida boradi svetodiodlarga. Ko'rinsin deb sizlarga alohida qilib ko'rsatayapman. Mana umumiy ulangan mana minus yerda. Mana ikkovidan pilis chiqdi meniki. Mana pilis chiqdi. Ko'rib turibsiz, bu yerda chap tomonning pilisi. Buni sukashlab qo'yamiz. Istalgan turdagi texnikani, pоворotligini hosil qilishingiz mumkin. Sizda mana shu narsalar bo'lsa bo'ldi. Svetodiod, relay va ключатель, avarinkani yoqish uchun ham ключатель bo'ldi. Tamom. Manba. Manbani qayerdan, qanday qilish kerakligini o'zlaringiz ham tushunib olasizlar. Mana ko'rdingiz, ulanish jarayonida. Endi qarang. Shuni esingizdan chiqarmangizlar. Biz o'ngga bosganda chap tomondagi ikkita kontakt qo'shiladi.
chap tomonga bosganimizda o'ng tomondagi ikkita kontakt qo'shiladi mana bu. Shuni hisobga olgan holda biz e'tibor beramiz. O'ngni bir raqam bilan tushirilgan, bu ikki raqam bilan tushirilgan mana bu chap tomon. O'rta 0, ya'ni u hech qanday yonmaydi. Biz o'ngni yoqishimiz uchun chap tomonga olaymiz mana. O'ng tomondagini kuchatildim, chap tomoniga olaymiz mana bittasi mana. Shunga e'tibor beraylik. Juda muhim narsa. Ibi deb qolmangizlar tag'in. Noto'g'ri tushib qopti. O'ngni bossam chapni ko'rsatyapti deb. Mana buni uzunroq qilishimiz kerak edi. Endi bunday qilamiz. Endi qarang. Chap tomonni yoqish uchun o'ng tomonga qo'yyapmiz mana. Chap tomonni yoqish uchun o'ng kontaktga qo'yyapmiz. E'tibor qarataylik shu narsaga. Skochimiz ko'chib ketdi. Xo'p. Bir narsaga e'tibor beringizlar. Plus bilan minus qo'shilmasligi uchun orasini izolyatsiya qilib qo'yingizlar. Men ham avaylab ishlatyapman. Ba'zi vaqtda bu ham qo'shilib qolib, qisqa tutashuv bo'lib, qarz qurs bo'lib qoladi. Bizga ham albatta oson emas. Endi qarang, mana bu yerdan plusni tortishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri tortsak, to'g'ridan to'g'ri tortib ko'rsataman sizlarga. Mana. Tortilishini qarang, qora qildim, lekin sizlar tushunib olingizlar o'sha narsani. Qora qilyapman, lekin bu plus. Hozir keyin tushuntiraman qora qilayotganim sababini. Doim deb hayron bo'lmaysizda. Qarang endi. O'ng tomon yonda, men o'ng tomon mana bosdim. Ko'rdingizmi? Men aytdim-ku. O'rta bilan chap tomon bog'lanadi. Chap tomon bog'landi mana. Bizga uni o'ng tomonda ko'rsatadi. Teskarisi mana bu. Bunda faqat yonib turibdi. Bu yonib turish narsani bermaydi. Bizda shu pоворotlarda ko'zga tashlanish uchun, ya'ni orqadan kelayotgan yoki oldindan kelayotgan odamga xabar berish uchun yonib o'chsa e'tiborni tortadi. Shuning uchun ham pоворotlarimiz yonib o'chadi. Dastlab mana shunday holatda chiqqan. O'ngga, chapga burilish. Odamlar uncha e'tibor bermagan. Avariyalar soni ko'payavergandan keyin e'tibor beradigan holatni hosil qiluvchi mana bunday relaylar ishlab chiqarilgan. Ular sifatli yonadi va kuyish ehtimoli juda kam bo'lgani uchun 12 voltga, hatto siz 60 voltda, 72 voltda yoki 48 voltda ishlaydigan elektromobil, elektroskuterlarda ham 12 voltga aylantira olasiz. Mana shu holatni bilib olsangiz, o'rganib olsangiz. Endi qarang, mana bu yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, mana ekranimizga yaqinlashtiramiz mana. Mana B, L bor. Mana shunga e'tibor berishimiz kerak. Akkumulyatordan kelayotgan manba B ga ulanadi. Ya'ni kirilchasida V deyiladi. Endi bu yerda L bo'lgani uchun BL hisoblanadi. Mana qarang. Mana shu yerda akkumulyatordan kelayotgan manba B ga ulanadi va chiqishi L dan chiqib ketadi. Shu narsaga e'tibor beraylik. Bo'lmasam teskari ulab qo'ysangiz mana bu kuyib ketadi. Mana bundan ayrilasiz. Bunda ham shu, hammasi bir xil tartibda ishlaydi. Endi qarang, men sizga 48 voltda, 72 voltda ishlaydigan relayni qo'yib ko'rsatib beraman hozir. Xo'sh. Endi qarang, buni plus kirish kerakligini bilish uchun mana qarang mana. Bunda ham ko'rsatilgan mana. Mana shu B ekan mana. Bga olaymiz mana. Bga olasak, mana ko'rib turibsiz. Buni manbaga olasak bo'ladi. Endi mana buning qora qilganimning sababi chiqishini qora bilan belgiladim mana. L. Buni manbaga ulanib turibdi. Mana plusga.
Plus qo'llanadi. Shuni eslaringizdan chiqarmangizlar. Mana. Plus relay orqali kulchatlikka keladi mana. Va biz manbani ulaymiz mana. Relayni o'zi qo'shdik. Relayga narv tomondan qo'shilmagani uchun hech qanday tok o'tmay turadi. Qachonki minus kelib unga xabar bersa, ishlab boshlaydi. Mana ko'rdingiz, ulanish jarayoni o'zi taxt holatga keldi. Va uni izolyatsiyasiga ham e'tibor beringizlar. Chunki yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, namgarchilik bo'ladi, suvda yuradi elektromobillaringiz. Shuning uchun izolyatsiyasini yaxshi qilish kerak. Endi o'ng tomonni yoqamiz. Mana. Mana ko'rdingiz. O'ng tomon yondi. Chap tomon turibdi meniki. Endi chap tomonni yoqamiz. O'rtaga qo'shsak, mana o'chadi. Endi chap tomonni yoqamiz. Mana. Lekin ovoz yo'q, ha? Chunki 12 voltda mana bu relaylar ovozsiz ishlaydi. Ular 72 voltlik relay hisoblanadi. Endi 48 voltda ishlaydigan relaylar ozroq ovoz chiqaradi. Mana hozir uni ham qo'yib ko'rsataman. Hozir sizga relaylar haqida, relaylar turlarini qo'yganda nima jarayon bo'lishini ko'rsataman, keyin sizga avarinkani yoqishni ko'rsatib beraman. Endi mana ulandi. Endi chap tomonni, o'ng tomonni yoqamiz. Ovozni eshityapsizmi? Pastroq ovozda eshitilyapti mana. O'ng tomonni yoqdim. Endi chap tomonni yoqamiz. Ko'ryapsizmi? Endi 12 voltli relayni qo'yamiz. Eng ko'p tarqalgan relaylardan biri bu 12 voltli relay hisoblanadi. Bozorlarimizda 48-60 yo 60-72 voltlik relaylarga qaraganda bu arzonroq turadi. Taxminan 25 ming 25 ming atrofida tursa bular 30 ming 45 ming shu atrofida yuradi. Bular ko'p tarqalgan, topsa bo'ladigan relaylar hisoblanadi. Istalgan joydan topiladi bu. Chunki avtomobillarga ham shunday relaylar qo'yilyapti. Endi relayning 12 voltlisini qo'yamiz. Ovozini eshitasiz. Mana haqiqiy 12 volt ishlaydigan relayning ovozini eshitasiz. Qarang, farqini bilasiz. Mana. Ko'rdingizmi? Endi chapga yoqamiz. Aparatingiz ishlayotgan, ishlamayotganini bilish uchun ovoz qo'yilgan albatta. Ovozsiz qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bunday relaylar, ovozsiz relaylar bor. Ovozi pastroq bo'lgan relaylar bor. Endi uni qo'yish jarayonida bilib olasiz endi. Uni shunday ko'rib, ovozi pastmi, yo'qmi deb so'rab o'tirishning ham hojati yo'q. Endi endi e'tibor beramiz. Shuni yoqishimiz bilan yong'ish keldi.
yoqsak 4 ham yonadi. Ovoz juda baland. Ko'plarga ovoz yoqmasligi mumkin, lekin 12 volt ishlaydigan shunday baland ishlaydi. Endi mana bu yerda bizga kerak bo'ladigan narsalarni bilib oldingiz. Relay kerak ekan, svetodiodlar, 12 voltga ishlaydigan svetodiodlar, выключательlar, mana 3 talik выключатель, keyin 4 talik выключатель kerak, mana 4 ta kontaktlar va manba kerak bo'ladi. Bu juda oddiy jarayon hisoblanadi, lekin kimlar uchundir murakkab bo'ladi. Shuning uchun tushunmagani uchun o'sha narsani yana qaytarib o'taman. Doim minus umumiy bo'ladi. Elektromobillarda ham, avtomobillarda ham, o'zimizda mana dvigatellar bilan, ichki yonuvchi dvigatel bilan ishlaydigan avtomobillarda ham minus umumiy hisoblanadi va u doimiy ulanib turiladi. Plus через relay orqali, через выключатель orqali kelib bizga ish beradi. Mana yana avarinkani yoqamiz mana. Demak, oddiy jarayon mana shu sxemadan tashkil topgan. Bu juda qiyin bo'lmagan jarayon hisoblanadi.